Assalomu alaykum guys. Bugun mana birinchi YouTube videom o'zbek tilida. Chunki har doim shu kungacha faqat ingliz tilida qilib keldim va menda juda ham ko'p to'sqinliklar bo'ldi. O'z fikrimni ichki ovozimni ifoda etishda, shuning uchun ham birinchi marta o'zbek tilida bu narsani qilib ko'rmoqchiman. Bu mikrofonni ko'rayotgan bo'lsanglar, rosa sinab ko'ryapman. Qanaqa ovoz chiqarkim bu bilan olsam, bu so'z olsam deb o'yladim. Bu aksincha ovozimni juda ham xunuk chiqarib beryapti, shuning uchun ham bu so'z olishga qaror qildim. Ertaga qiladigan ishlarim juda ham ko'p. Aytganimdek, boshqa shaharga o'qishga borishim kerak va hozir yuvinishim kerak. Yuvinib bo'lib, narslarimni joylab uxlayman va ertalab turib, uxlab qilib o'qishga go. Bu men ishlaydigan joydagi it ismi Blue. What's this, Papishan? Come on, get up, girl. Come on. Watch this beat go, we hooligan, we pop. Bu kishi shuga bo'ladilar. Meni ultimate inspiring person. I should be very oh my god. Yani juda ham tez bo'lishim kerak. Tugadi. Lekin gapira olmayapman chunki narsa yopishtirganman. Uxladimmi ko'rsatmadim, lekin umumiy qiladigan narsalarni ko'rsatib beraman. Cleansing oil uchun, gidrofilli masla uchun aniv ishlataman. Menda acne prone skin bo'lgani uchun terim juda ham ta'sirchan, shuning uchun menga faqat shu tushgan. Xuddi shuni penkasdan foydalanaman. Ayni bu ham chunki unda baha bor. Toner uchun roundlarni tonerdan foydalanaman va serum uchun mana shu serumdan foydalanaman. U dark spot, qora tochkalarga, aknedan keyingizlarga qarshi yaxshi kurashadi. Moisturizer, ya'ni namlantiruvchi krem uchun mana shuni ishlataman. La Roche-Posay. Yeah, sure. Shu narsa juda ham maqtashadi chunki. Lekin juda ham sticky. Ya'ni yuzingizga surgan paytlarda juda ham yog'li tuyuladi. Lekin keyin singib ketadi teriga. Oxirida moisturizer uchun foydalanaman. Mana shundan. Bu ham round tapniki. Koreyada, O'zbekistonda menimcha birinchi raqamli SPF. Bu moisturizer namlantiruvchi, teriga sepiladigan, cho'milib keyin teriga sepiladi. Tish pasta. Naturalniy. Endi sochimni quritishga ruxsat. Bye bye. Ertalab soat 6. Ketdik. So, from this kind of approach, we can sell our product through social media by using our influencer. The other fitness dolls. So, because the first of all, just we need to open up as a small shops, which just we try. Let's talk about retail channels, differentiating both Uzbekistan and South Korea. Hozir oshxonada o'tirganimizda ustozimiz kelib qoldi. Endi birga kofega nimaga olib ketyapti. Karasilar rosa ko'p narsalar gapirdilar, lekin biz tushunmadik. Bizga baribir ketaveramiz. Oqsanam. Qara ko'rdingmi? This is our teacher's part, so be careful. O inglizcha gapirmang, o'zbekcha content. O'zbekchami? Ha. 가자. 우리 어디로 가지? 여러분 어디로 가볼까요? 어디 가고 싶어요? 몰라요? 가까워서 헐리슬라. 집? 저희 거기 뒤에 에어컨 돼요? 안 돼요? 에어컨 봐봐 뒤에
괜찮아요. Atisha, you know, I'm recording YouTube video. That's 너 예뻐. 네가 제일 예뻐. 맞아, 유튜브 kanal uchun nimadir deb qo'ying. Nima deyishim? Hop. Hammaga omad. Sho'salarga ayniqsa. Thank you. Oshxonada somsa aytgandik. Bittasini yeyishga ulgurmadik chunki ustozimiz kelib qoldi. Endi o'shani qayerda yeyishni maslahat qilyaptilar biza bilan. We really like to go for a ride with bike. Yeah, With Madina. Like we've been to here so many times. Yeah. 그래요? This is the second biggest campus in the country. Oh really? 예. 여기가 두 번째로 커요. 네. And it's beautiful. Second biggest. 왜냐면 because although it is a national university, since it placed not a big city, right? Yes. Maybe Bizani universitetimizning kampusi, ya'ni maydonchasi. 네. Inside, in and out. Aytyaptilarki, Koreyadagi ikkinchi eng katta o'quv dargohi va binolari ko'p joy demoqchilar. 6 to 8? Yeah. When the lights on. 야, 더 예쁘. Bu kechqurun kelishinglar kerak deyaptilar. Kechqurun chiroyli bo'lar ekan. Madina chiroyli ekansizmi? Aytyaptilarki, koreyslar o'zbeklardan ko'ra xunukroq bo'ladi. Просто masalan pitsa deb tasavvur qilsak, pitsa faqat xamirdan iboratdek ko'rinamiz deyaptilar. Ya'ni pitsani faqat xamirdan ko'rinamiz. Faqat yuzimiz dumaloq, oppoqmiz. Boshqa hech qanaqa bunaqa o'ziga tortadigan jihatimiz yo'q deyaptilar. That's crazy. Ular chiroyli juda ham koreyankalar chiroyli ko'pchiligi. Biz unga aytyapmizki 40 yoshdan oshgan odam sifatida вообще yosh ko'rinasiz deb. I'm just okay. How about your parents? My parents. My mom is 42. Yeah. Really? Then my mom is 42. Maybe 42. I don't know. I'm sending the video. She's at Oyimizning yoshini so'rayaptilar. Farqlash uchun. In the classroom? Birinchi o'rtog'imdan so'radi, o'rtog'im 44 deyapti, men 42 deyapman. Because think your mom is younger than my sister, and you are this age, and considering my son, 12. 12. This month. I'm 22. Yeah, we are 22. Yeah. I mean, still way far. they married at very young age. That's Yeah, why. in Uzbekistan it's like My mom got married in her, I think, 19. my mom also 19. 19. Yeah. Wow. And we are 6 children in our family. Really? I'm the eldest one. I'm not singing about Judge. Oh. they judge my relatives. They But not always open. told me that after 35 is the time that you start to consider Oh, to get married. not No, never. directly. Never. Great. That's good. But you know, right now I Aytyaptilarki, The beauty ko'rinish of bilan him. xarakter ikki xil bo'ladi. Ya'ni ko'proq xarakteri yaxshi bo'lgan insonni tanlashinglar kerak deyaptilar. if they good. The word I say. I feel. Salom. 안녕하세요. Darsim tugadi. Endi to'y kerak. Qo'shimcha darsga borishim kerak. Studiyamni ko'rsataman sizlarga hozir. Studiya unchalik uzoq emas, lekin men velikda yurib o'rganib qolgan. Mana shu yerda. Mana. Let's go. Guys, o'rtoqlar, men studiyadaman. Hali ham ko'nikib qolmayapman. YouTube videoni o'zbek tilida olayotganman. Hadeb inglizcha qo'shib yuboryapman. Ming bor uzr. Studiya vlogini boshlaymiz. Bu men tanlagan xona. Xohlagan xonani tanlasa bo'ladi. Akustik gitara chalinadigan kunim. Hali studiyadagi butun atmosferani ham ko'rsataman sizlarga. Uni qo'shmasdan turib ichkariga xonaga kirib ketdim. Men bor uzr. I think I'm still processing.
Bu yerda drum chalishyapti. Juda ham ko'p xonalar bor. Xohlagan xonasida shug'ullansa bo'ladi. Bir marta pul to'lov qilsanglar, qanchadir vaqt shug'ullansanglar bo'ladi. Bu yerda har xil xonalar bor. Mana masalan, men bu xonani sizlar bilan sinab ko'ramiz. Qishdan oldin o'chirib chiqib ketish shart, chunki zaryadkasi o'chib qoladi. Okey. Bu yerda yana bitta pianino. Bu yerda instrumentlarni qo'shimcha aksessuarlari turadi. Bu yerda esa gitaralar, elektrik, bas, akustik, klassik, mini. Bu yerda ham xuddi shunaqa koridor bor. Dizaynni ko'ryapsizlarmi? Xo'p, o'rtoqlar, endi men dars qilishim kerak, praktika qilishim kerak. Shuning uchun ham darsdan chiqqandan keyin chiroyli qilib zalni ham bitta videoga olaman. Ders tugadi, men ham tugadim. Oh, he's so good. Look, that's our atmosphere. Tashqarida yomg'ir yog'ayotgan bo'lishi mumkin. Lekin menga baribir evib ketaveraman. Yo'q, kiyimni almashtirib. Uyga ketaman, charchadim kun bo'yi. Oh, bunga qaranglar. Shunaqa cute. Yo'q, Endi nima qilishimiz kerak? Endi o'rtog'im bilan ko'rishib, ovqatlanib, keyin ketaman. Tashqarida hayot shunchalik go'zalki, go'zal va issiq. Oh, Chongguk. Xuddi Chonggukka o'xshab kiyinib olgan ekan. Adashibman, hali uyga bormasganman, chunki o'rtog'imnikida chemodanim qolib ketgandi. O'shani olishim kerak. Va narslarim har yoqda sochilib yotibdi. Bularni bitta joyga yig'ib qo'ymoqchi edim. O'shaning uchun uyga borib, chemodanni olib, keyin ovqatlanib, keyin ketar ekanman. Mana bo'lsa. Men bitta oshxona yo'q edi. Menimcha yangi ochilibdi. Qisqa 8 oyoqlar bilan. Koreyani siz ko'rmagan tomonlari. Buni albatta olib ketishadi. Hozir kechqurun olayotganim uchun yig'ilib qolgan. Har kuni ertalab sahardan yig'ishtirib chiqishadi ko'chadagi musullar. Bu esa GS25. Bitta sizga hammasi tayyor bo'lgan ovqatlar bo'ladi. Tez pishadigan. Shunda esa hozir yana qaytib kelaman, chunki mana shu ko'chadagi restoranda o'tiramiz. Qozon nima deyapti? Qozonlar. Voy. Qozon debman. Tipo
choynak. Chetdagi hair salonga kelaman deb hech ham imkonim bo'lmadi, kelmadim. O'rtog'im telefon qilib qoldi. Bo'lmasa shunaqa zo'rlar o'tib ketib qoldi. Bu bizani, ya'ni meni eski yashaydigan uyim podez. Hozir bu yerda o'rtog'im yashaydi. Alright. Restoran bor. Birinchi qavat. Bu ikkinchi qavat. Men mana shu yerda turardim. İşte o'sha turar edim. Syutkasimni oldim. Videoga olish har doim esdan chiqib ketib qoladi. Bu yer shunaqangi shovqinki, bu yerda o'zimni ovozimdan ham o'zim eshitmayman. Men hozir sekin videoga olishga harakat qilaman. Ko'ngil o'rtog'im kechga video switchasi yonib ketdi. Da? Chickenni yaxshiroq pishir dedim, chunki o'rtog'im homilador dedim. Menga hozir qavat qarashi shunga ekanda. Bo'lmasa yaxshi pishirmasdi, tushuning. Bu muz ko'lar uchun. Ko'rdingizmi? Rostdan bunaqada mashhur bo'lib ketasiz. Yurish turishimiz faqat video bo'lib ketadi. Yo guys, bular 4 xil bemaza souslar. Bu bo'lsa, bunisi yaxshi ekan. Yeb ko'rsating. Bu har xil o'tlar ustiga makka jo'xori qilingan salat. Bu ham mazasi zo'r. Ajini yomon ko'radi. Bu nima edi? Turp, oq turpdan qilingan shirin. Albatta, avram tushishim kerak-ku. Muz, muzli suv. Yummy, 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 Dessertga o'tadimi? O'tadi. Son bu futbolchi bu. You're so good. So one begins. Swim. Mad world. Hard. Water so deep, taking at the ground and never getting cold feet. Yeah, you know me. I keep feeling fun was coming. Why run away? You could run in. Yaxshi ko'rgan qo'shig'im bo'layotgani uchun ham o'zimdan ketib swim. Water falling off your skin. Swim. I could spend a lifetime watching you. Bugungi kunim tugadi, Xudo xohlasa. Endi mana sizlarga kechki Koreyani ko'rsataman. Kechki Chongju. Madinaxon. Meni endi bo'lmoqchi bo'lgan podpischiklarimga gapiring. Xo'p, nima deymiz? Вообще zo'r kontentlar qiladi Shohsanam. Assalomga shunaqa o'ynaydi. Mat. Voy, karisda. Kas oldi. Olgan-ku, bo'ldi. Nozimda akasim. Ko'rganmiz Nozim akasini? Yo'q. Sochini sap-sariq qilib bo'yapti-da akasi. Yo deyman. Qolyapti, Nozim ko'radi. Kunim tugadi azizlar. Mana o'rtog'imga keldim. Bugun shu yerda tunab qolaman. Ertaga yana Seulga ketishim kerak ishimga. Hech chemodanim unchalik og'ir emas, lekin unchalik ham yengil emas. Maji? Mana men o'rtog'im kelishimga joyimni tayyorlab qo'yibdi. Sochim tushib qoldi o'zi. Charchaganmisan, Maji? Конечно. Tag'imlarni yemoqchi shekilli. Nasibni ham olaymi? Meni olmay iltimos, basharam olma.
Olganim yo'q. Olganim yo'q. Mana pianinasi. Olganim yo'q, kimga yo'lasam. Bu bo'lsan. 표정이 눈부신 잠깐